Akalar hammaga assalomu alaykum. Akalar mana bugungi ish kunimiz inshaalloh moykadan boshlandi. Polni moyka qildik. Xudo xohlasa top-toza bo'ldi mashina. Ishga tayyor. Mana soatimiz 7:14 bo'libdi. Hozir ishga chiqamiz. Akalar mashinamiz Ekium M5 elektromobil. Hozir Comfort Plus yuribman faqat. Biznesdan o'ta olmadim. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu yerda yorug'i bor. O'sha uchun o'ta olmadim. Xudo xolasa o'tamiz. Bundan ham men yo'qdim, yorug'i ko'rinyaptimi yo'qmi. Ish qilib shunaqa. Xudo xolasa ishga chiqamiz akalar. Tagi Yandexga o'zi kirib bo'lganman. Koeffitsiyentlarni ko'ramiz. Koeffitsiyentlar normalni 37 minggacha. Chiqamiz. My Taxiga ham yoqib qo'yamiz. My Taxiga ulanganman. My Taxida faqat premium tarif ulangan. Yandexda Comfort Plus. Ko'ramiz inshaalloh qanaqa ish bo'lar ekan. Polni ko'rsatib boramiz akalar inshaalloh. Akalar mana birinchi zakasimiz tushdi. 2 kilometrdan 4 minutlik yo'l ekan, lekin adres kiritilmagan ekan. Hali bismillahirrohmanirrohim deb ishla boshlaymiz inshaalloh. Akalar mana birinchi zakasimiz tugatdi, 35 ming bo'ldi. Biz anaqa edi-ku, biz adresida o'shanga ikkita joyga bordik. 35 ming bo'ldi. Примерно 5-6 kilometr yurdik. Kutamiz keyingi zakasni. Akalar mana keyingi zakas 11 ming koeffitsient bilan berdi. Где-то 200 metr hozir razvorotlar bilan ko'rsatyapti. Akalar mana 3-chi zakasni ham tugatyapmiz. Tak, ikkinchi zakasimiz tugatishimiz bilan yana sipochka bo'lib zakas tushganda, o'shanda u 39.500 bo'lganda 40 ming berib tushib ketdi keling. Bu zakasimiz 34.500 bo'ldi. Bu Abu Sahidan o'zga yana qani Sergeliga ketish mostining oldiga bo'ldi. 8 kilometrmi, 8,5 kilometr bo'ldi. Yomon emas. Dalshi koeffitsiyentlar bor, lekin zakas yo'q. Kutamiz. Akalar 208-6 minutlik yo'l ekan. Uzoqroqdan beri Bobur mahallami, shunaqa Sergeli Bobur mahallami shu shekilli. Chiqib ketdik biz. 16 ming koeffitsient bilan berdi. Через 300 метров на светофоре поверните направо. 4-600 yurar ekanmiz. 13 minut ekan. Chilonzor Do'ng'urobodga kelgan ekanmiz inshaalloh. Dalshi davom etamiz inshaalloh ishlashda. Sog' bo'ling. Akalar mana keyingi zakasni ham tugatamiz. 38.500 bo'ldi. Bizda yana keyingi zakas bor. Nukus ko'chaga 740 metrdan tushibdi. 7 kilometr 200 metr 19 minut ko'rsatyapti. Yaxshi yomon emas, 11 mingmi koeffitsient bilan berdi. Akalar biz keyingi zakasni tugatdik. Nukus ko'chaga edi. 44 ming bo'ldi. Yana zakas bor, sipochka bilan tushdi. Tak, 1 kilometr 300 metr shekil. Shunaqa edi. 2000 koeffitsient bilan berdi. Alisher Navoiy 18 minut 600. İşler devam edelim. Akalar biz keyingi zakasni tugatdik. Qancha bo'ldi? Videoga olish bo'lsa qilmadim. Alisher Navoiy ko'chadamiz. Agar zakas oldik, zakasimiz
qimmatroq bo'lishi kerak. Akalar bizga soat ishlagan summamiz 220 ming bo'ldi. 8 ta zakaz. 7dan 7 yu 11 chiqdi. Necha berib chiqdi? 3 soatda 220 ming. Naqd yaxshi. Plus tariflar qonjida. Bosh ko'proq biznes Akalarni obyektivga tushdim. Shahrisabz ko'chadagi nomdorga judayam qornim och bo'lib ketdi. Ertalab завтрак qilgandan keyin mashinani mana bu yoqqa qo'ydim. Xohlasa ko'ramiz. Nimasi bor ekan? Shu somsiyimizdek kakabishni taksista ovqati. Shunday gap. Qaradim zakaz bo'lmadi. Bir 15 minut turdim. Zakaz bo'lmadi. Qornim och qolgani esimga tushib qoldi. O'shanga Hakras nomdor yaqin ekan. Kelaverdim shu yoqqa. Ochirdi. Yo'q akalar, men niyatimdan qaytdim. Bu yoqda odam ham ko'p ekan. Yeydigan tovuq somsasi ham yo'q ekan. Shunga yengiliga kirib, chiqib, endi xudo xolasa Nurafshonni zo'r osh qiladi. Inshaalloh o'sha yoqqa o'tamiz. Ham arzon, ham zo'r. Inshaalloh ko'rsataman borsam, bolalar. Akalar. Akalar menimcha biznes berib yubordi. Qarang, emblema, mashinani rasmi sariq bo'lardi o'zi Comfort Plus'da. Cho'ta qora turibdi. Qora bu biznes yo primer bo'lishi kerak edi. Bilmadim qanaqa zakaz berdi hozir. Lekin улица Beruniga beribdi. Severniy vokzaldan. Ko'ramiz qani nima ekan? Qancha zakaz? Summasi qancha ekan? Inshaalloh ko'ramiz. Akalar biznes tarifidan kelgan zakazni yakunladik. 61 ming so'm bo'ldi. Bu 10 kilometrga deb hisoblasak ham bo'ladi. 10 kilometr 200 metr bo'lsa shunaqa edi. Lekin такой нормальный. Menga yoqdi, lekin biznes tarifi summasi. Akalar abitdan keyin birinchi zakazimiz tugatdi. Bilmayman qancha 39 ming bo'ldi. Kilometr bilmayman qanaqa bo'ldi. 6 yu qancha edi kilometr. Общий qilgan zakazimiz 19 ta bo'ldi. 442 ming so'm bo'ldi. Hozir men padilan qilib xonobodga qo'yib qo'yganman. Zaryadkaga. Inshaalloh borib zaryadka qilsak, 25% zaryadkamiz qoldi. Shunaqa akalar. Davom etamiz. Akalar biz zaryadkaga keldik. Zaryadkamiz 86% bo'ldi. Soatimiz 3:16 bo'ldi akalar. Zaryadkamiz 100 bo'lsa, inshaalloh chiqamiz. 100 mi, 99 mi, inshaalloh ko'ramiz. Akalar, fotokontrol keldi. Fotokontrolni o'tib oldim. 20 soat bor. Tudim deb yozdi. O'tib oldim. Shu yaxshi joyda edim. O'tilgan joyda. Rasm tushiradigan joyda, hech kim xalaqit qilmay rasm tushiradigan joyda edi. O'shancha o'tib oldim. Xudo yana ishga chiqamiz. Zaryadka olganimiz bir 50 minutcha oldik. Hozir ko'rsataman. 50 minutcha oldik, 60 ming so'm bo'ldi. Старый зарядка. Yozmabdi minutini. Mana 12:45 da boshlangan, u yoq 50 minut.
bitta ishimiz bor edi, ishimizni bitirib oldik inshaalloh. Foto kontroldan ham o'tib oldik. Xudo xolasa yana ishga chiqamiz. My taksida ham yoqib qo'yaylik. Mabodo zakaz tushib qolsa deyman. Bo'ldi akalar, yana ishda biza. İnşallah koeffitsiyentlar bor 24.500 ekan. Soatimiz 16:14 ekan. Xudo xolasa konditsioner yoqib, muzdakana qilib ishga chiqib oldik akalar. Tak akalar, zakaz oldik. Keyingi zakaz где-то 2 kilometrdan berdi. Men o'zi yurib qo'ydim. Video olishga uspet qilmadim. 9 kilometr 200 metr ekan. O'zbekiston gostinitsasidan olishimiz kerak. Kilometr 24 daqiqalik yo'l ekan. Shunaqa. Akalar, mana zakaz tugatdik. 44.000 bo'ldi, 44.500. 9,5 kilometrimiz shunaqa. Bizda yana keyingi zakaz bor. 3,5 kilometrga ekan. 1.8dan beribdi. Akalar, mana keyingi zakaz tugatdik. 400 metrmidi, 3,5midi ish qilib 20 ming so'm bo'ldi. Biza Keles tomondan biza akalar, Keles mosti. Keles mosti. Juda koeffitsient slabый bo'ladi. Shaharga sentrga borishimiz kerak. Taksini ham yoqib qo'ysak. Qarab chiqib ketamiz mahallada. Akalar, hozir zakaz tushdi, вообще dahshat. Nima kerak bunaqa zakaz? Mana qarang. Necha mingga? 940 metr, 4 minut. Necha mingga? Ishkom borsa ham bo'lardi-da. Bilmadim nimaga bunaqa odamlar ko'p. Charchab tashladi bu shunaqa zakazlar bilan. 1,5 2. Xudoyim, Alloh. O'zing sabr bergin. O'zing ofiyat bergin. Ishlaymiz, kutamiz, keldik. Akalar, mana zakaz topib keldik, yopamiz. 11.500 so'm, 940 metrga. Akalar, mana zakaz tugatdi. 3,5 kilometrlik zakazimizda koeffitsiyentlar bor, lekin zakaz yo'q. Davom etamiz, kutamiz yana zakazni. Akalar, mana zakaz tushdi. 550 nechidir metrdan tushdi. 500 metrdan tushdi. Bu zakazimiz ham такой средний desa bo'ladi. 4700 ekan, 13 minutga. Tot sentrga borib olamiz. 1000 o'rik tomonda ekan. Akalar, normalniy zakaz ham 24 ming ekan. Boyla necha kilometrga yetib qo'ydi? 21 ming bo'ldi. 3 kilometrmidi? Bu koeffitsient bilan dedi. Shunaqa gaplar. Metro Oybida biza. Koeffitsiyentlar bor. Ikkinchi zakaz My taksida yoqib qo'yamiz. Hech kim yo'q My taksi. Nashnoy rejimiga o'tmadi deb hali. Shunaqa akalar. Davom etamiz ishlashda. Akalar, bizada keyingi zakaz Parkinskiy tomon kelib qoldi. 36 ming bo'ldi. Bilmayman necha kilometrda. Yana zakaz tushdi. 7,5 ming koeffitsient bilan. Inshaalloh yaxshi zakaz bo'lsa kerak. Поверните направо. Маршрут перестроен. Через 200 метров поверните 200 направо. metr ekan. Parkinskiy bozorda oldidan tushibdi. Qani ko'ramiz. Qanaqa zakaz ekan bu. Akalar, biz keyingi zakaz yopdik. 47 ming so'm bo'ldi. 10 kilometr bo'ldi. Lokatsiyasi yo'q edi. Lokatsiya berdi, 10 kilometr bo'ldi. Yomon emas. 7,5 ming koeffitsient bilan bergandi.
yana bitta yo ikkita zakaz qilamiz. Или уже uy tomonga qo'yib, uyga qaytamiz. Kecha qoldi 9:23 ekan. Borgunimizcha 10 bo'lib qoladi. O'shaning uchun 10 ga kiraveramiz. Ertalab 7 da chiqqandim. Shunaqa gaplar. Akalar, o'sha kuni videoni oxirigacha yetkazib qo'ymagan ekanman. Bu уже ancha kunlar o'tib ketdi. Videoni montaj qilishga vaqtim bo'lmadi. Bu bo'ldi. O'sha biznes tarifiga chiqdim. Xudo xohlasa mana hamma zakazlarni ko'rsataman. Qanaqa summa? Milliy zakazlar tushgan. Hammasi bor. Akalar, общий o'sha kuni 711 ming ishlaganman. Mana shunaqa gap. Probegani islomiyman. Kimdirga agar manfaatli bo'ladigan bo'lsa, kimdir komfort plus ishlayman deb mashina olaman deb yurgan bo'lsa, mana shunaqa zakaz kerak. Inshaalloh bu yo'g'iga endi bizneslarni ko'rsatib boraveramiz. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun.